بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم aziz jamaatal muslimin. Dinimizda qo'shnichilik haqlariga rioya qilish muhim ishlardan hisoblanadi. Zero insonlar o'rtasida o'zaro mehr-oqibat rishtalarini mustahkamlanishida qo'shnilarning o'rni beqiyosdir. Qo'shnichilik haq huquqlari deganda shariatimiz yuzasidan qo'shnilarning bir-birlariga nisbatan rioya qilishlari lozim bo'lgan mas'uliyatlar tushuniladi. Qo'shnilarning martabalari haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Qo'shnilar 3 xil bo'ladi. Birinchisi bitta haqqi bor qo'shni bo'lib, bu qo'shnilarning haqqi eng oz darajada bo'lgan toifasidir. Keyingisi ikkita haqqi bo'lgan qo'shni, yana biri 3 ta haqqga ega bo'lgan qo'shni. Bu qo'shnilarning haqqi eng ko'p bo'lganidir. Bitta haqqga ega bo'lgan qo'shni bu o'rtada qarindoshchiligi bo'lmagan mushrik qo'shnidir. Unda faqatgina qo'shnichilik haqqi bor. Ikkita haqqi bo'lgan qo'shni bu qarindosh bo'lmagan musulmon qo'shnidir. Unda musulmonlik va qo'shnilik haqqi bor. 3 ta haqqga ega bo'lgan qo'shni esa musulmon qarindosh qo'shnidir. U musulmonlik haqqi, qo'shnichilik haqqi va qarindoshlik haqlariga egadir. Qo'shnichilik haqqining eng quyi darajasi qozoningdagi ovqating hidi bilan ham ozor bermasligingdir. Faqat unga ham ovqatingdan beradigan bo'lsang, hidi chiqsa mayli. Imom Bazzor rivoyati. Demak, qo'shnilar asosan 3 xil bo'ladi. Birinchisi musulmon bo'lmagan qo'shni. Bunday qo'shnida faqat qo'shnichilik haqqi bor xolos. Ikkinchisi qarindosh bo'lmagan musulmon qo'shni. Buning haqlari ikki tomonlama: qo'shnichilik haqqi va musulmonlik haqqi. Uchinchisi musulmon qarindosh qo'shni. Bunday qo'shnilarning haqqi 3 tomonlama bo'ladi. Birinchisi qo'shnichilik haqqi, ikkinchisi musulmonlik haqqi, uchinchisi qarindoshlik haqqi. Dinimizda qo'shnichilik majburiyatlari juda ham ko'p, ammo ularning barchasi quyidagi 4 ta asosga borib yetadi. Birinchisi qo'shniga ozor bermaslik va aziyat yetkazishdan tiyilish. Qo'shniga ozor yetkazish shariatimizda qattiq qoralanadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi muborakda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Vallohi لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الله ke qasamki mu'min bo'lmaydi. Allohga qasamki mu'min komil bo'lmaydi. Allohga qasamki mu'mini komil bo'lmaydi deb 3 marotaba aytdilar. Shunda ey Allohning rasuli, kim mu'mini komil bo'lmaydi dedi sahobalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shnisi uning ozor va yomonliklaridan omonda bo'lmaydigan kimsa dedilar. Muttafaqun alayh. Imom Muslim rivoyatida esa qo'shnisi uning ozor va yomonliklaridan omonda bo'lmaydigan kimsa jannatga kirmaydi deyilgan. Demak, qo'shnichilik haqqi juda ham mas'uliyatli haq.